Barcha davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar hammasi naqdsiz ko'rinishga o'tkaziladi. Hurmatli tekshiruvchi, marhamat, body kamerangiz bilan gaplashamiz desangiz bo'ladi. Go'sht, meva sabzavotlar 3 oydan ortiq sotilmasdan turgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri sayyor tekshiruv uchun asos bo'ladi. Bozor bahosi bo'yicha hisoblaymiz degan narsa qonuniy normaga kiritib qo'yilyapti. O'zbekiston fuqarosi sifatida siz va biz soliq to'laganimizdan keyin nimaga chet eldan kelayotgan biron bir yuridik shaxs va platforma soliq to'lamasligi kerak? Ustav fondiga qo'yadigan tovar moddiy boyliklarimiz endi hisobi yuritiladi va tovar moddiy boylik ustav fondiga deb kiritadigan bo'lsak, 15 kun ichida biza soliq organida majburiy tartibda bazada ko'rsatishimiz kerak. 3 ta A da masalan 4 ta 5 ta ga o'tib ketgan bo'lsanglar ham sizga tekshiruvlarsiz qo'shimcha qiymat solig'ini qaytarib berish endi yo'q. Prezident farmoni darajasida soliq organlari ayrim xodimlar shu o'zini majburiyatini bajarmaganlik uchun endi majbursan deb alohida ko'rsatib o'tilyapti. Kameral tekshiruv natijalarini olib turib, to'lamasa departamentga berib yuborishyapti. Va o'zi qonunchilikda unaqa narsa yo'q. Har bitta partiyaga muvofiqlik sertifikati va undan ekologiya sertifikati so'ralaverar edi. O'rtoqlar, tabriklayman, umumiy deklaratsiyaga o'tish jarayoni boshlandi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan 10 dekabrdagi prezidentimizning 246-sonli farmonlari bilan bir tanishib chiqamiz va undagi holatlarga qisqacha sharh yoki biron bir fikrlarimizni bildiramiz. Albatta bu naqdsiz hisob-kitoblarni ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezidentimiz farmonlarida juda ham ko'p ijobiy tomonlar, haqiqatda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga qaratilgan qadamlar ko'p. Neytral o'z fikrlarimizni bildiramiz va e'tibor berasizlar. Bu bizani qanaqadir bir negativ qo'zg'atish boshqa holat emas, haqiqatda holatga to'g'ri baho berishga qaratilgan va sizlar uchun mutaxassisning bir fikri sifatida o'zingizga qabul qilish kerak bo'lgan va qanday buni ijro qilish kerak degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Hop, bu farmonning asosiy maqsadi nima bo'lyapti? Bu farmonning asosiy maqsadi yalpi ichki mahsulotga nisbatan qora bozorni ulushini qisqartirish, ya'ni yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilyapti, yalpi ichki mahsulotni oshirishga qaratilyapti. Va umuman bu qarordagi asosiy mazmun nimadan iborat bo'lyapti? Yashirin iqtisodiyotni ulushini qisqartirishga qaratilyapti eng katta qismi va bunda eng katta qo'yilayotgan qadamlardan bittasi aynan naqdsiz hisob-kitoblarni kamida 75% ga yetkazish nazarda tutilyapti. Umuman olganda iqtisodiy erkinlik indeksi, korrupsiyani idrok qilish indeksi O'zbekiston Respublikasining o'rnini kamida 30 pog'onaga ko'tarilishiga erishish, ya'ni umuman korrupsiyani ham qisqartirishga qaratilgan juda katta qadamlar bor. 30 pog'ona umuman jahon reytingida yuqoriga ko'tarilishimiz kerak degan maqsadlar qo'yilgan. Kelinglar birma-bir bu yerda aynan tadbirkorlarga taalluqli bo'lgan qismi bo'yicha kichkinagina bir muhokama qilamiz. Asosiy masalalardan birinchisi nima bo'ladi? Naqdsiz to'lovlarni ommalashtirishga qaratilgan qadamlardan bittasi 2026-yil 1-yanvardan boshlab turib, davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar, davlat xizmatlari markazidan tortib, barcha davlat organlari tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlar hammasi naqdsiz ko'rinishga o'tkaziladi. Bu birinchi masala. Keyingisi kommunal to'lovlar masalasi, elektr energiya, tabiiy gaz, ichimlik suvi hammasi bank hisob raqamlari orqali o'tkaziladigan, bank kartalari orqali amalga oshiriladigan hisob-kitobga o'tkaziladi yoki to'g'ridan-to'g'ri bankka borib to'lab berasiz. Umuman kassa soch qo'lida borib turib yoki o'sha idoraning o'ziga borib turib naqd pul to'lab turib sizga kvitansiya berish amaliyoti umuman kategoriyasiga to'xtatiladi. Bu orqali birinchidan amalda bo'lib kelayotgan shu imенно kommunal to'lovlar holatida ham amalda bo'lib kelayotgan biron bir kamomatga yo'l qo'yish yoki bir o'g'riliklarni ham oldini olish bo'lishi mumkin, chunki juda ham ko'p holatda ko'ryapmiz. Ayrim xodimlarni o'zi yig'ib turib ishlatib qo'yishi mumkin, qaysidir sababga ko'ra yo'qotishi mumkin yoki umuman kattaroq pul bilan yurganda bu xodimga nisbatan ham baribir xavf bo'lishi mumkin. O'shalarni ham oldi olingan bo'ladi va barcha to'lovlar naqdsiz ko'rinishda amalga oshirilishi ko'zda tutilyapti. Keyingisi barcha transport vositalarini, ya'ni yoqilg'i quyish shoxobchalari va elektr energiya bilan ta'minotini zaryadga qolish masalalari hammasi naqdsiz pulga o'tkazilyapti. Undan keyingisi qiymati 25 million so'mdan oshadigan tovar va xizmatlar. Ana bu joy juda ko'pchiligimizga taalluqli bo'ladi. 25 million so'mdan baland savdo amalga oshiriladigan bo'lsa, ularning hammasi naqdsiz ko'rinishda bo'lishi kerak. Yo plastik karta orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri bankka borib pulni topshirish orqali, ya'ni kassa apparatga urib 25 million so'mdan ortiq pulni kirim qilish mumkin emas, savdo qilish mumkin emas bo'ladi 1-yanvardan boshlab. Bu nima uchun qilinyapti? Amaliyotda juda ham ko'p holatlarda endi bu tadbirkorlarni ham
bir qisman aybli tomonlari bor. Bunaqa xulosaga kelinishiga amaliyotda shunday holatlar bo'lyaptiki, tadbirkorlar tovarlarini sotib qo'yib bo'lgan va hokazo va tekshiruv paytida milliardlab summalarni kassaga urib qo'yib turib, mana men buni sotib bo'lganman degan holat bilan o'zini yashirish holatini oqlash uchun kassa apparatiga urib qo'yish holatlari bilan oqlanyapti. Va bu haqiqatda o'zini amalga oshirgan noqonuniy harakatini oqlab olish pozitsiyasiga o'tish bo'lyapti. Shuni oldini olish uchun ham aynan 25 million so'mdan oshadigan tovar va ishlar, xizmatlar birinchidan 1-yanvardan boshlab turib naqdsiz ko'rinishda degan narsa. Bu riskni oldini olish, umuman javobgarlik masalalarini ham aniqlash uchun ham kerak bo'ladi birinchidan. Va umuman olganda bu hamma narsani naqdsiz o'tkazishga sabablarni ham oxiri tushuntirib o'tamiz. 25 million so'mdan oshdi, tovarlar ham hammasi, xizmatlar ham naqdsiz ko'rinishda bo'lishi kerak. Keyingisi ko'chmas mulk obyektlari ishlab chiqarilganiga 10 yildan oshmagan MNOG toifaga kiruvchi transport vositalari, endi uni o'sha transport vositalarini MNOG degan kategoriyalari, toifasi qaysi biriga kirishini alohida o'zi GAIga tegishli transport vositasiga tegishli hujjatlardan qarab olasizlar. Buni hozir bittalab sharhlab o'tish niyatimiz yo'q. Umuman olganda ko'chmas mulk obyektlari va 10 yildan oshmagan transport vositalarini oldi sotsa hammasi naqd pulsiz ko'rinishda amalga oshiriladi. Xo'p, oldi sotish shartnomalari bo'yicha xaridor o'rtasidagi hisob-kitoblar notarial organlarining axborot tizimlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi orqali amalga oshiriladi. Bank muassasalari orqali amalga oshirilgan to'lovlar bundan mustasno. Bu hammasi naqdsiz ko'rinishda notarial organlarning axborot tizimlari o'rtasida ham amalga oshiriladi. Ya'ni siz qilayotgan ishlar notarius, misol uchun notarius orqali amalga oshiriladigan majburiy tartibda notarial ro'yxatdan o'tish kerak bo'lgan bitimlar bo'ladigan bo'lsa, notarius ham baribir o'zini dasturida ko'rinadigan bo'ladi. Endi kelinglar o'rtoqlar, shuncha narsa naqdsizga o'tibdi, nima maqsad deyiladigan bo'lsa, ijobiy va salbiy tomonlarini ham qisqagina muhokama qilib o'tamiz. Salbiy emas, umuman olganda ozgina diskomfort tomoni aynan tovarlar oldi sottisi masalasida naqd pul ko'rinishida 25 million so'mdan oshadigan qiymatdagi tovarlar oldi sottisi bo'ladigan bo'lsa, endi siz buni to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzib turib borib bankka to'lashingiz mumkin. Qo'lingizda naqd pul bo'ladigan bo'lsa, yoki plastik kartangiz orqali bemalol to'lovni amalga oshiravering. Qolgan holatlar hammasi naqdsiz ko'rinishga o'tkazilishi va bu narsa davlat nazoratida bo'lishini birinchi omili barcha hisob-kitoblarni va tovar aylanmalarini yashirin iqtisodiyotdan olib chiqish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi omil shu qarorni o'zida test ravishda Toshkent shahar va bir ikkita tumanlarda 2026-yildan boshlab deklaratsiya tizimi tashkil qilinyapti va bu umumiy oqim e'tibor beradigan bo'lsangiz, umumiy deklaratsiyaga o'tish uchun qo'yilayotgan qadamlardan biri. Ya'ni naqdsiz pul qo'lingizda bo'lishi uchun albatta u sizga qonuniy kelganligini asoslash kerak bo'ladi. Sizda qonuniy kelgan pul bo'lgandan keyin albatta u solig'i to'langan pul bo'ladi. Va shu orqali albatta xufiyona iqtisodiyotdan oqqa o'tish darajasi tezlashadi. Tabiiyki, ko'chadagi pulni ham bemalol yoki o'zingizni naqdsiz pulingizni ham olib turib qora bozorda aylangan pulingiz bo'ladigan bo'lsa, ertaga qanaqadir mulk sotib oladigan bo'lsangiz, majburiy tartibda siz uni plastik kartangizga qo'yasiz va uni plastik kartangiz orqali o'tkazasiz. Yoki xuddi shuningdek, borib bankka to'lov qilib berishingiz mumkin. Shu bank orqali to'lovlarni amalga oshirasiz. Bu narsalar hammasi fiksatsiyadan o'tadi. Albatta bu rasmiy ravishda o'tayotgan pul mablag'lari bo'lgandan keyin ertaga har bir shaxsda so'rov degan narsa shubhasi bo'ladi, qo'rquv bo'ladi. Qatdan olding degan savolga javob berishim kerak degan insonlardagi xavf-xatar har bir qilayotgan ishini qonuniy amalga oshirishiga, har bir qo'lidagi pulni solig'i to'langan pul bo'lishini ta'minlashga yetaklaydi va bu haqiqatda yashirin iqtisodiyotga chek qo'yish uchun qo'yilgan katta qadamlardan biri desak bo'ladi. Asosiy maqsad shu va xudo xolasa diskomfort bo'lishini hisobga olmasak, davlat maqsadlari uchun ham, jamiyat maqsadlari uchun ham juda ham bir ijobiy tomonlari borligini qayd eta olamiz. Tadbirkorlik faoliyatiga asossiz aralashuvni bartaraf etish belgilansinki, 1-iyuldan boshlab turib, 1-ilovada ko'rsatilgan tekshiruvlar body kameradan foydalangan holda. Endi bu yashirin iqtisodiyot, xufiyona iqtisodiyotni oldini olishga qaratilgan bo'lgani bilan baribir endi ikkinchi tomon tadbirkorlik ham ehtiyotli qilinyapti. Albatta xohlagan bir xodim kirib turib xohlagancha tekshiruv o'tkazish yoki biron bir mansab suiiste'mol qilish holatini oldini olish ham albatta ko'zda tutilgan holda ilovadagi korxonalar, to есть tekshiruv nazorat qiluvchi organlar body kamera orqali tekshiruvni amalga oshirish majburiyati yuklanyapti. Jumladan uni ro'yxatda birinchisida
soliq organlari tomonidan amalga oshiriladigan sayyor soliq tekshiruvlar. Juda ham ko'pchilik tadbirkorlarimizda e'tiroz bo'layotdi. Men chek urib bersam ham meni ishtirok qilib ketishyapti degan holatlar bo'lib turadi. Ertaga endi body kamera orqali bo'lgandan keyin chek urib bergan holatingizga sizni jarima qilib keta olmaydi. Menga jalba tushgan, baribir jarima qilishim kerak deydigan holatlar ham bo'lib turadi. Endi unaqa narsaga xudo xolasa chek qo'yiladi. Mana prezidentimiz farmonlari bilan ham tadbirkorni ehtiyoti qilinyapti. Bundan tashqari juda ham ko'p boshqa nazorat qiluvchi organlar bor. Aynan soliq bo'yicha mutaxassis bo'lganligimiz uchun soliq masalasida aytyapmiz. Ilovasiga oladigan bo'lsangiz, pajarniy ham bor, SES ham bor va boshqa davlat idoralari tomonidan amalga oshiriladigan nazorat turlari bor. O'sha qarorni o'zini ochib qarasanglar, o'zingiz uchun ham atmetka qilib olasizlar. Hali kassani oldigami yo buxgalter oldiga qo'yib qo'ysanglar, o'sha ro'yxatini qaysi idoralar sizga majburiy ravishda body kamera bilan kelib tekshiruv o'tkazish kerakligini ro'yxatini qo'yib qo'ysanglar, eshiginglarni taqillatib kelganda bemalol hurmatli tekshiruvchi, marhamat, body kamerangiz bilan gaplashamiz desangiz bo'ladi. Soliq va bojxona ma'muriyatchiligi masalasida aytilayotgan yana qo'shimcha bandlari bor ekan. Import qilingan oziq-ovqat mahsulotlarida bitta holat. Import qilingan oziq-ovqat mahsulotlari 9 oydan ortiq ostatkalarda turadigan bo'lsa, endi sayyor soliq tekshiruviga asos bo'ladi. Biz o'zimizda bu yoqda Utax akademiyasida ham buxgalterlarning malaka oshirish kurslari tashkillashtirilganda, u yerda bor, shaxsan o'zim ham o'tadigan darslarim bor. U yerda aynan risk analizida sizga ko'rinmayotgan risklar, soliq organida ko'rinadigan qaysi risklar bor deganida, aynan oziq-ovqat mahsulotlari uzoq muddatdan beri sotilmasdan turgan bo'lsa, u risk ko'rinadi deb soliq organida ko'rinadi va sizlarga nisbatan sayyor soliq tekshiruvida risk analizidan chiqib keldi deb aytilar edi va bu narsa endi rasmiy ravishda to'g'ridan-to'g'ri sayyor soliq tekshiruvi o'tkazishga asos sifatida qo'yilyapti va bu juda ham to'g'ri harakat deb o'ylaymiz, chunki qishloq xo'jaligi mahsulotlari, umuman oziq-ovqat mahsulotlari birinchidan tez eskiruvchi mahsulot hisoblanadi va uni uzoq muddat sotmaslikda hech qaysi tadbirkorda manfaat yo'q. Uzoq muddat sotilmagan sari aslida u o'zini effektivligi, foydalilik darajasini, o'zini tovarni foydali xususiyatlarini ham yo'qotib boradi. Shuning uchun hammamiz bilamizki, bu mahsulotlar, oziq-ovqat mahsulotlari maksimal tez sotilishi hamma uchun foydali ekanligi, uni sotilmasligi aslida soliq organida ham shubha uyg'otishi, bu sotib olgan, lekin qo'shilgan xizmat solig'ini to'lagisi kelmayapti deb ushlab o'tiribdi degan bir shubha uyg'otadi. Aslida ko'plab tekshiruvda bu narsa tasdiqlanayotganligi uchun ham bu rasman sayyor soliq tekshiruviga asos bo'ladi deyilyapti. E'tibor berasizlar, bu yerda import qilingan oziq-ovqat mahsulotlari 9 oy davomida sotilmagan bo'lsa, jumladan qishloq xo'jaligi mahsulotlarida go'sht va ho'l meva sabzavotlar 3 oy, go'sht, meva sabzavotlar 3 oydan ortiq sotilmasdan turgan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri sayyor tekshiruv uchun asos bo'ladi. O'rtoqlar, bu import qilingan mahsulotlar albatta sotishga maqsad qilingan bo'ladi. 3 oydan ortiq ushlab turilibdimi, to'g'ridan-to'g'ri sayyor tekshiruv keladi. Endi esa ushlab turaman yoki endi esa qaytarib bir aylantirib olaman, sotib yuborgan bo'lsam ham deydigan holatlardan sal yiroq bo'linglar. Noqonuniy harakatlaringlar to'g'ridan-to'g'ri riskka qo'yib qo'yilgan va tekshiruvga asos bo'lib qoladi. Ko'chmas mulk obyektlari va qurilish materiallari bo'yicha soliq bazasi ushbu tovarlarni bozor bahosidan kelib chiqib aniqlanadi. Mana bu masala menimcha 2018-19-yildan beri nazorat qiluvchi organlar o'rtasidagi bir munozarali masala bo'lib kelyapti. Soliq organlari umuman 2 million so'm, 3 million so'mdan sotib yuryapti tadbirkorlar. Lekin aslida bu 5 million yoki 10 million 1 kvadrat metr uy joyi deb turib, shunchaki olib turib bozor bahosi falon so'm, bozor bahosi 5 million so'm ekan, sen 1 million so'mdan sotib qo'yibsan deb turib, bunga qo'shimcha soliqlar bo'yicha hisob-kitob qilib, danasini qilib kelishyapti va soliq maslahatchisi sifatida ham biz haqiqatda qonuniy norma asosida soliq kodeksida, qonunchilikda bozor bahosi bo'yicha hisoblashga haqqing yo'q degan da'vo bilan tadbirkor o'zining ham da'vosi, bizni himoyachi sifatida bu masalada himoya qilib kelayotgandik va sudlar tomonidan ham bu holat juda ko'p tasdiqlanib kelayotdi. Lekin amaliyotda olib qaraydigan bo'lsak, haqiqatda juda ham ko'p tadbirkorlarda aksiya doirasida o'tkazilgan, arzon bahoga sotilgan holatlar bo'lmasa, umumiy holatda hech kim ko'chmas mulk obyektlarini 1 million kvadratini 1 million 2 million so'mdan sotayotgani yo'q. Bu yerda yashirish holatlari fakti juda ham ko'p. Buni oldini olish maqsadida ham endi bozor bahosi bo'yicha hisoblaymiz degan narsa qonuniy normaga kiritib qo'yilyapti. Bitta narsaga alohida e'tibor berib qo'yamiz. Bu norma soliq kodeksiga kiritilmagunga qadar amalda bo'lmaydi. Shu narsani ham e'tibor beringlar. Endi ertaga bu ishlarni qilib qo'ygan tadbirkorlar endi nima qilaman deydigan bo'lsa, o'zinglarni to'g'rilab olguningizcha vaqt bor. Soliq kodeksiga kiritilgunga qadar sizlarda vaqt bor.
agar soliq kodeksiga kiritilgunga qadar bo'lgan davr uchun da'vo qilinadigan bo'lsa, o'zinglarni himoyalash uchun ham asos bor. Chunki analogichni tadbirkor uchun beriladigan ayrim imtiyozlar yoki preferensiyalar soliq kodeksiga kiritilmagan bo'lsa, soliq organi ham bu narsa soliq kodeksiga kiritilmagan, tak что biz bu narsa bo'yicha yurita olmaymiz deb turibdimi? Xuddi shunaqa sizlarga nisbatan og'irlashtiruvchi holatlar yoki umuman qo'shimcha qanaqadir soliq bazasi aniqlanadigan bo'lsa, soliq kodeksiga kiritilmagunga qadar qonun kuchiga ega bo'lmay turadi. Lekin maqsad bu yerda soliqdan qochish emas, maqsad o'zingizlarning kamchiliginglarni imkon qadar tez to'g'rilab olib, soliqdan qochish amaliyotidan o'zingizlarni ehtiyot qilish va soliqlarni to'g'ri to'lashga erishish. Ko'chmas mulk obyektlari qurilish materiallari bazasi bozor bahosidan kelib chiqib hisoblanadi. Va endi bitta holat bor. Albatta bozor bahosidan kelib chiqib hisoblanadi deyilyapti-yu, endi bozor bahosidan kelib chiqib hisoblanish uchun alohida tartib ishlab chiqilishi kerak. Chunki bozor bahosi deganda aynan qaysi baho nazarda tutilyapti? Farxatskiydagi bozormi, Alayskiydagi bozormi, yoki birjami? O'zbekiston birjalarimi, Jahon birjasimi yoki O'rizordagi bozormi? Qaysi bozor degan masala aynan bozor narxini aniqlashning tartibi va bozor narxini chegarasi bo'lishi kerak. Misol uchun bozor narxida 100 so'mdan 120 so'mgacha bo'lsa, qaysi summani olaman? 100 so'mni olamanmi, 120 so'mni olamanmi degan chegaralar albatta tartibi belgilanishi kerak. U tartibni belgilamasdan turib, kimdir kelib turib ixtiyoriy ravishda men taxminan bozor bahosi falon deb oldim deydigan bo'lsa ham noto'g'ri bo'lib qoladi. Har bir soliq organi, davlat organining har bir harakati qonun bilan asoslangan bo'lishi kerak va uning uchun albatta tartib ishlab chiqilgandan keyin sizga nisbatan bozor bahosi qo'llaniladi va tartib ishlab chiqilsa, o'zingiz uchun ham bozor bahosini aniqlash mexanizmingiz bo'ladi. O'sha mexanizmga qarab turib siz soliq obyektingizni bemalol xatosiz belgilab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda albatta bitta holat bor. Bozor bahosi bilan hisoblaganda qanaqadir iqtisodiy asoslantirilgan holatlar inobatga olinadi. Misol uchun aksiya doirasida sotadigan bo'lsam nima qilaman? Misol uchun qurilish obyekti qurib qo'ydim. Sotuvni tezlashtirish maqsadida yoki obyekt qurib bitirish uchun yana bir 3-4 milliard pul yetmayapti. 100 ta kvartiram bor, lekin 10 tasini bo'lsa ham srochno menga 3-4 milliard pul kerak, yig'ib olishim kerak. Nimaga? Qurilish obyektini yetkazishim, ko'tarib olish kerak. Shu paytda aksiya e'lon qilishimiz mumkin. Aksiya e'lon qilib turib, kvadratini 3 million so'mdan sotaman deb turib 100 kvadratga, допустим, 1000 kvadratga 3 milliard pul tez yig'ib oldik va qurilishimizni oxiriga yetkazib oldik. Bu holatda ham albatta iqtisodiy asoslantirilgan qilishingiz kerak. Bozor bahosini aniqlashda ertaga sizga da'vo qilinmasligi uchun. Iqtisodiy asoslantirish holati qanaqa? Albatta har bir yuridik shaxs ichidagi mulk bu ta'sischini mulk hisoblanadi va juda ham arzon narxda qanaqadir aksiya sifatida arzon narxda sotadigan bo'lsangiz, albatta uchredитель ruxsati bo'lishi kerak, protokol bo'lishi kerak. Buyruq qiling. Aksiyani tartibi, u aksiyada necha pul qo'yilyapti, qanaqa qo'yilyapti, qaysi tartibda kimlarga beriladi, aksiya qachon boshlanib, qachon yopildi va aksiya bo'yicha hisoboti, shuncha kvadrat joy sotdim yoki sotib oldim degan hisobotlari bilan va bu aksiya natijasida falon milliard pul olib, u pulga mana bu narsani tezlashtirish imkoniyati ega bo'ldi degan bir holatni asoslab bersangiz, siz o'zingizning holatingizda bozor narxidan arzonroq sotganligingiz uchun sizda iqtisodiy asoslangan holat bo'ladi va aksiyalarni qo'llashda ham aksiyani bozor narxi qancha degan narsa bilan oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'shimcha sizga nisbatan soliqlar yuki bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Keyingi punktimiz O'zbekiston Respublikasi hududida jismoniy shaxslarga elektron shaklda xizmat ko'rsatuvchi, tovar sotuvchi chet ellik yuridik shaxslar soliq organlarida ro'yxatdan o'tmasdan faoliyat yuritayotgani aniqlanib, ro'yxatdan o'tish to'g'risida xabarnoma yuborilgandan keyin 30 kun ichida ro'yxatdan o'tmasa, bu yuridik shaxsning O'zbekistondagi faoliyati cheklanadi. Hozirgi kunda onlayn savdo juda ham aktuallashib boryapti va juda ham ko'plab onlayn platformalar O'zbekistonga ro'yxatdan o'tmasdan kirib kelyapti. Aytishimiz mumkin, nima qildi? Odamlarga qulay sharoit-ku deyishimiz mumkin. Ha, qulay sharoit, lekin bu korxonalar to'g'ridan-to'g'ri sizdan olgan puldan olib turib, to'g'ridan-to'g'ri o'zini yurtiga olib chiqib ketyapti. Ya'ni O'zbekistonga olib kirib kelayotgan narsada na boj to'lovlari, na solig'ini to'lamasdan turib, O'zbekistonning mulki, O'zbekistonning pulini olib chiqib ketyapti desak ham bo'ladi. Va shu holatda albatta buni faoliyatiga cheklov qo'yish kerak bo'ladi yoki solig'ini to'lab ketsin. Marhamat, O'zbekistondan daromad olib, solig'ini to'lab ketsin. O'zbekiston fuqarosi sifatida siz u biza soliq to'laganimizdan keyin nimaga chet eldan kelayotgan biron bir yuridik shaxs va platforma soliq to'lamasligi kerak? Bu solig'ini to'lasin. Xuddi shunaqa deylik, mana hozir mana O'zbekistonda ishlayapti. Wildberries, Zoom, yana qaysi platformalar bor, Ozon, bular rasman O'zbekistondan ro'yxatdan o'tib soliq to'lovchi sifatida ishlayapti.
Siz undan sotib olasiz va ular o'z navbatida siz qanaqa soliq to'lasangiz, solig'ini to'lab kelyapti. Shunga o'xshash boshqa bir platformalar agar savdo qilayotgan bo'lsa-yu, norasmiy ravishda ishlaydigan bo'lsa, 30 kun ichida agar u darhol o'zini rasmiy ro'yxatdan o'tib turib soliq to'lovchiga aylanmasa, faoliyatiga chek qo'yiladi va unaqa korxonalar bilan siz ertaga unaqa platformalar bilan ishlay olmaysiz. Bu ham yashirin iqtisodiyotni oldini olish, barcha ular ham aylantirayotgan, sizga yetkazib berayotgan tovar moddiy boyliklari, har qanaqa tovarlari qonuniy ro'yxatdan o'tib solig'i to'langan tovar bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Hop, yana bir juda ham dolzarb qonuniy formatga kirish, yashirin iqtisodiyotni oldini olishga qaratilgan harakat qurilish va savdo sohalaridagi yuridik shaxslar tomonidan o'zlarini ustav kapitali va undagi o'zgarishlar, jumladan ustav kapitaliga kiritilganligi, tovarlar kiritilgani to'g'risidagi ma'lumotlar hisobi yuritiladi va mazkur turdagi operatsiyalar amalga oshirilgandan so'ng 15 kun muddatda shaxsiy kabinet orqali soliq organlari ma'lumotlar bazasida aks ettiriladi. Ustav fondiga qo'yadigan tovar moddiy boyliklarimizni endi hisobi yuritiladi va tovar moddiy boylik ustav fondiga deb kiritadigan bo'lsak, 15 kun ichida biza soliq organida majburiy tartibda bazada ko'rsatishimiz kerak. Kimni esda bor, kimni esda yo'q, bu o'tgan yilgi tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqotda ham aynan shu masalalarni ko'targan edik. Odamlar ustav fondiga qo'yyapti, bu ijobiy deb qaraylik bunga. Odamlar ustav fondiga qo'yyapti, o'sha ustav fondiga qo'ygan narsani sotaman desa, soliq organidan tovar nomuvofiqligi bo'lyapsan-da, kirim qilmagan narsani sotyapsan degan da'vo bo'lardi. Va undan keyin bizni ko'tarib olib borardik. Mana shuncha narsani ustav fondiga qo'yganman deb olib borar edik. Kim inobatga oladi, kim inobatga olmaydi, har doim bu predmet spori, ya'ni munozara predmeti bo'lib kelyotdi. Har doim yo NDSni o'chirib qo'yadi, yo boshqa bir holat bo'lib kelyotdi. Shu narsaga endi abayuniy ikki tomonini o'ylagan holda ham qulay, ham qonuniy bo'lishi ta'minlanyapti. Birinchidan, ustav fondiga qo'yadigan bo'lsangiz, buni hisobi yuritiladi va 15 kun ichida siz buni majburiy tartibda soliq organi bazasida aks ettira olasiz. Men ustav fondiga deylik, mana shu kalkulyator, 100 ta kalkulyator qo'ydim deganingizdan keyin soliq organida aks ettirsangiz, sizda endi naqd olib kelgan bo'lsangiz ham 100 ta kalkulyator bor bo'ladi. Va 100 ta kalkulyator sotayotganingizda endi soliq organi tovar nomuvofiqligi degan da'vo bilan sizga chiqmaydi. Faqat bu yerda bitta shart qo'yilibdi. O'sha kiritayotgan mahsulotlaringizni elektron hisob fakturasi, onlayn nazorat kassa texnika cheki, bojxona yuk deklaratsiyasi bo'lishi kerak deyapti yoki notarius tomonidan tasdiqlangan oldi-sotish shartnomasi va boshqa hujjatlar deyilgan. Boshqa hujjatlarga misol uchun kimdandir sotib olgan bo'lishingiz mumkin, kimdir ustav fondidan yechib olgan bo'lishi mumkin yoki qo'shningizdan sotib oldingiz. O'zaro shartnoma bilan sotib oldingiz. O'sha ham bo'laveradi. Faqat bu yerda bitta holat qo'yilgan. Buni endi mutaxassis sifatida ham baribir o'zimiz fikrimizni aytib ketamiz. Notarial tasdiqlangan oldi-sotish shartnomasi deyilyapti. Bitimlar ikki xil bo'ladi. Notarial tasdiqlanishi shart bo'lgan bitimlar bor, notarial tasdiqlanishi shart bo'lmagan bitimlar bor. Ayni damda mulk oldi-sotisi, ko'chmas mulk, avtomobil va boshqa ayrim bitimlar borki, fuqarolik kodeksida aniq ko'rsatib o'tilgan, bu notarial tasdiqlanishi shart bo'lgan bitimlar. Keyingi bitimlar bor, ikki jismoniy shaxs o'rtasidagi bitimlar 100 minimaldan oshsami, hozir summasida balki adashayotganlar, yo 100 minimaldan yo 200 minimaldan oshadigan bo'lsa, yozma ravishda tuzilishi kerak deyilgan, lekin u notarial tasdiqlanishi shart bo'lgan bitimlar qatorida yo'q. Ya'ni ikki jismoniy shaxs men senga sotaman, sen olasan deydigan bitim bo'lsa, yozma ravishda falon narsani sotib oldim degan taqdirda ham u notarial tasdiqlanish shart emas. Bu yerda aynan notarial tasdiqlangan shartnomasi deyapti. U notarial tasdiqlanmagan bo'lsa ham o'zi aslida qonuniy kuchga ega bo'ladi. Lekin bu yerdagi hozir qonunchilikdagi nomuvofiqlik nimadan kelib chiqadiki, notarial tasdiqlangan oldi-sotish shartnomasi deyapti. Bu menimcha agar buni yana bir aniqlashtirilgan tartib ishlab chiqilsa kerak va aniqlashtirilgan tartib ishlab chiqilishida aynan notarial tasdiqlanish shart bo'lgan bitimlar ko'zda tutilganligi bo'lsa kerak deb o'ylaymiz, yaxshi gumonda bo'lamiz, chunki oddiy notarial tasdiqlanish shart bo'lmagan bitimlar bu yerda ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin emas va u narsaga notarial tasdiqlanish majburiyatini yuklaydigan bo'lsa, aslida bu qarorni o'zida noqonuniy talab bo'lib qoladi. O'ylaymizki, prezidentimizning qarorida albatta noqonuniy talablar ko'zda tutilmagan. Shuning uchun notarial tasdiqlangan bitimlar bo'lish kerakligi talabi faqatgina
aynan shunaqa notarial tasdiqlanishi shart bo'lgan bitimlar to'g'risida ko'zda tutilgan. Shot faktura nazorat cheki boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, marhamat bemalol uni kirim qilib qo'ysa bo'ladi. Qo'shilgan qiymat solig'iga taalluqli qismi qarori qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha soliq summasini tekshiruvlarsiz tezlashtirilgan tartibda qaytarish tartibi bor. Misol uchun 3 taga ko'tarilgan bo'lsa, tekshiruvlarsiz qaytarib berish kerak. Ushbu holatda korxonani ta'sischisi yoki rahbari soliq yig'imlarini to'lashdan bo'yin tovlash bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan tarixda tadbirkorlik subyektlariga, shuningdek, bunday tadbirkorlik subyektlarining ta'sischisi rahbari tomonidan oxirgi 12 oy ichida yangi yoki qayta tashkil etilgan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan tatbiq etilmaydi. Ya'ni 3 taga ko'tarilgan bo'lsa-la ham ta'sischisi yoki direktori avval iqtisodiy jinoyat, ya'ni soliq to'lamaslik bilan bog'liq bo'lgan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxs bo'lsa, 3 ta A da masalan 4 ta 5 taga o'tib ketgan bo'lsa-la ham sizga tekshiruvlarsiz qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish endi yo'q. Keyingi holat, oxirgi 12 oy ichida yangi tashkil etilgan korxona bo'lsangiz yoki oxirgi 12 oy ichida qayta tashkil etilgan tadbirkorlik subyekti sliyaniya bo'lgan bo'lsa yoki bo'linib chiqqan bo'lsa, sizga tezlashtirilgan tartibda qo'shilgan qiymat solig'i qaytarib berilmaydi. Yana bir marta tushuntiraman. Yangi tashkil etilgan korxona, qayta tashkil etilgan korxona va rahbar va ta'sischisi avval soliq to'lamaslik bilan bog'liq bo'lgan jinoiy javobgarlikka tortilgan shaxslar 3 ta A ga ko'tariladimi, 4 ta A ga ko'tariladimi yoki eksportdan tushgan qolgan NDSini tezlashtirilgan forma tarzda qaytarib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ularga aynan shu tezlashtirilgan tartib qo'llanilmaydi. Ya'ni tekshiruv orqali qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish mumkin. Shaxsan har doim o'zim aytaman, qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berish umuman cheklab qo'yish kerak. Byudjetga to'langan narsa byudjetga hisoblanadi. Uni qaytarib olishga men o'zim ham qarshiman, chunki bu orqasida juda ham ko'p korrupsiya, juda ham ko'p davlat mablag'larini o'zlashtirish holatlari aniqlanyapti ham, tadbirkorlar tomonidan ham, buni qaytarishda mas'ul bo'lgan davlat organlari xodimlari tomonidan ham o'zlashtirish holatlari mavjud. Shuning uchun buni kodeks tashkil etilgandan beri mutaxassis sifatida qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib berishga chek qo'yaylik deb turibmiz va bu har qanday qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish uchun qiyinlashtiradigan normani doim ikki qo'l bilan ko'tarib qo'llab-quvvatlaymiz. Qo'shilgan qiymat solig'i to'landimi, bo'ldi, qaytarish kerak emas. Nega? Yuridik shaxsda turibdimi? Albatta jismoniy shaxsga oxirgi iste'molchiga sotilgan bo'lishi shart emas. Yuridik shaxsda turgan bo'lsa, yuridik shaxsni o'zi oxirgi iste'molchi hisoblanadi. Agar tovarni aynitib qo'ysa, srogini o'tkazib qo'ysa, o'zi iste'mol qilib olsa, yo'qotib qo'ysa, baribir o'sha qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida oxirgi iste'molchi o'zi bo'lib qolaveradi. Juda bo'lmaganda zachotdan olib tashiysan deydi, o'shanda to'lash majburiyati paydo bo'lib qoladi. Yoki o'zi iste'mol qiladigan bo'lsa ham baribir to'lash majburiyati paydo bo'ladi. Shuning uchun bizani mutaxassis sifatida tavsiyamiz byudjetga kirgan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishga har tomonlama qarshimiz va bunaqa amaliyotni doim qo'llab-quvvatlaymiz. Xo'p, yana bitta konstatatsiya fakti bor, kameral tekshiruvlarga taalluqli qismi. Bu bo'yicha sal batafsilroq to'xtalib o'tamiz. Kameral soliq tekshiruvlarini o'tkazishda soliq organlari aniqlagan tafovutni asoslash uchun soliq to'lovchilar tomonidan qo'shimcha hujjatlar taqdim etilganda soliq organlari tomonidan ularni ko'rib chiqilishi majburiy hisoblanadi. E'tibor beringlar. Prezident darajasida, prezident farmoni darajasida soliq organlari ayrim xodimlar uchun o'zini majburiyatini bajarmaganlik uchun endi majbursan deb alohida ko'rsatib o'tilyapti. Doim bu narsa bo'yicha e'tiroz qilardik. Hech qaysi xodim siz taqdim etgan hujjatingizni inobatga olmayman deyishga haqqi yo'q derdim. Juda ko'p joyda bu narsani takrorlardim. O'rtoqlar, ko'p marta ogohlantiramiz. Hujjatni qabul qilmayman deydigan narsada shunchaki tashab qo'yishyapti. Yana bir marta ogohlantiraman. O'rtoqlar, hushyor bo'linglar. Tekshiruvchi sizdan hujjatni qabul qilmaslikka haqqi yo'q. Va shu narsa endi prezidentimiz tomonidan ham majburiy tusga aylantirilyapti. Siz kameral tekshiruv natijasi bo'yicha talabnoma oldingizmi, o'zingizni asoslovchi hujjatlaringizni taqdim etishingiz kerak. Taqdim etganingizdan keyin soliq organi uni ko'rib chiqib turib, huquqiy munosabat bildirishga majbur edi va juda ko'pchilik holatda siz o'zingizni haqligingizni isbotlab bergan bo'lsangiz ham, ayrim qo'sh tirnoq ichidagi nazoratchi o'zini rezultati uchun, natijasi sinib qolmasligi uchun inobatga olmayman deyotgandi, soliq auditiga chiqarib yubordi.
va ayrim holatlarda hattoki masalani hal qilish soliq organining o'zini vakolatida qolsa ham bular departamentga chiqarib yuboryapti. Mana jinoyatchi ekan deb chiqarib yuboryapti. Bu aslida bu ham noqonuniy va bunaqa departamentga chiqarib yuboradigan xodimlar tekshiruvga tashabbuskor xodimlar bo'ladi. Korxona tekshiruv o'tkazuvchidan manfaatdor. U manfaat nimada bo'lishini o'zingizlar tushuntiribsizlar. Shunaqa xodimlar bo'ladi. O'shanaqa holatlarni oldini olish uchun endi kameral tekshiruv natijasi bo'yicha siz hujjat beradigan bo'lsangiz, ko'rib chiqishga majburligi prezident farmonida ta'kidlab o'tilyapti. Shundoq ham majburiyatini bajarmayotganligi uchun qo'yilyapti bu narsa. Endi ko'rib chiqmayman desa, inobatga olmayman desa, o'sha tekshiruvchi ochiqchasiga soliq kodeks normalarini ham buzayotgan bo'ladi. Yetmaganiga prezidentimiz tomonidan ko'rishga majbursan deb qo'yilayotgan majburiyatni ham ochiqchasiga buzayotgan bo'ladi. Prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatlariga qarshi bo'ladi. Kelaylik bunga siyosiy voqea ham berib ketamiz. Siyosiy tus ham berib ketamiz. Endi yana bitta holat bor. Bunda kameral soliq tekshiruvi natijasi bo'yicha aniqlangan huquqbuzarlik soliq to'lovchi tomonidan belgilangan muddatda bartaraf etilgan hamda soliqlar va yig'imlar, shu jumladan pensiyalar to'liq to'langanda yuridik shaxsning mansabdor shaxslari jinoiy yoki qonunchilikda nazarda boshqa javobgarlikdan ozod qilinadi degan bir kichkina norma kiritib ketilgan. Bu norma baribir prezidentimizning farmonlariga qabul qilingunga qadar soliq organlari tomonidan taqdim etilgan va bu nimani ko'rsatadi? Aslida ham amaliyotda noqonuniy ravishda tadbirkor hozir aytganimizdek kameral tekshiruv natijasi bo'yicha keyingi qadam norozi bo'ladigan bo'lsa, o'zini asoslab bera olmasa, auditga chiqarish kerak edi va soliq to'lovchilarga og'irlik qilish harakatni, maqsad demaymiz, og'irlik qilish uchun qaratilgan bir harakatni kameral tekshiruv natijalarini olib turib, to'lamasa departamentga berib yuborishyapti. Va o'zi qonunchilikda unaqa narsa yo'q. Siz kameral tekshiruv talabnomasini to'lab qo'yadigan bo'lsangiz, shundoq ham jinoiy javobgarlik yo'q o'zi, titugi bilan. Aslida kameral tekshiruv talabnomasi bo'yicha siz перерасчетlarni topshirsangiz, soliqlarni to'lasangiz, shundoq ham hech qanaqa jinoiy javobgarlik yo'q. Shundoq ham hech qanaqa ma'muriy javobgarlik ham yo'q, chunki kameral tekshiruv bo'yicha talabnoma bu sizga aslida soliq kodeksi bilan belgilangan o'zingizni kamchiliklaringizni bartaraf etish uchun yaratilgan huquq. Bu huquqdan foydalanganligingiz uchun shundoq ham jinoiy javobgarlik belgilanmagan. Lekin bu narsani konstitutsiya fakti sifatida aytilyapti. Hech qanaqa jinoiy javobgarlikka tortilmaysan deyilyapti. Xavotir olmanglar, hech qanaqa javobgarlik yo'q bunga o'zi. Tak, yana bitta tadbirkorlarimiz uchun juda ham bir qulay norma chiqqan. Belgilab qo'yilsinki, sertifikatlash va bojxona rasmiylashtiruv jarayonlari soddalashtirish maqsadida, 26-yil 1-yanvardan boshlab bitta tashqi savdo shartnomasi doirasida aynan bir xil turdagi tovarga muvofiqlik va ekologiya sertifikatlari bir kalendar yildan oshmagan muddatga bir marotaba beriladi. Oldin aynan bitta shartnoma doirasida bir nechta partiya olib keladigan bo'lsangiz, har bitta partiyaga muvofiqlik sertifikati va undan ekologiya sertifikati so'ralaverar edi. Bu tadbirkorlarimiz uchun juda ham diskomfort. Hali ham o'sha shartnoma doirasida, hali ham o'sha korxonadan olib kelyapman-ku degan narsa bo'lib turaveradi. Va bu narsa ancha soddalashtirildi. Ras olib kelyapsam, bitta tovaring uchun bitta olasan sertifikat, bo'ldi, o'sha 1 yilga tatbiq etiladi degan ancha katta qulaylik yaratilyapti, diskomfort bartaraf etilyapti. Keyingi punktimiz aynan transport vazirligiga qo'yilayotgan masala ekan. Transport vazirligi tadbirkorlik subyektlarini jalb qilgan holda 26-yil 1-aprelga qadar yuk tashish va maxsus avtotransport vositalari xizmatlari hisobini onlayn yuritishni nazarda tutuvchi elektron platforma ishlab chiqishi ta'minlansin deyilyapti va ushbu platformada ishlab chiqish bilan bog'liq xarajatlarni, transport, logistika xarajatlarini inobatga olish, o'sha aholi bilan tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi onlayn buyurtmalarni uchetini yuritish va barcha xizmat ko'rsatish turini va xizmatlar sifatini baholab boruvchi bir platforma yaratilyapti. Buni soliqqa nima daxli bor degan savol bor. Albatta hammamiz bilamiz va alohida e'tibor qaratib qo'yaylik. Har bir yuk tashish masalasida, ya'ni elektron счет faktura berayotganimizda yuklab jo'natishda elektron tovarni transportni nakladoy deymiz, tovarlarni yuk xati, onlayn tovarlarning yuk xati bo'lishi kerak. TTN deymiz. O'sha onlayn TTN rasmiylashtirilishda bu platforma ertaga sizlar uchun
juda ham katta xizmat qilib beradi. Aslida shunaqa transport vositasi bormi? O'sha haydovchida shunaqa narsa bormi? Siz u bilan bitim tuzganligingiz va bitim xizmat qanchalik darajada sifatli xizmat ko'rsatildi, aldab ketdimi, yo'qmi? Chunki bu yerda sifatini ham baholab borish degan norma qo'yilyapti. U yuk tashuvchi boshqa bittatasini aldab ketgan bo'lsa, uni ish xizmati sifatini ham ko'ra oladigan darajada bir platforma yaratilyapti va bu alohida e'tibor beringlar, elektron TTLlarni, tovar yuk xatlarini rasmiylashtirishda ham juda ham bog'liq holati bo'ladi. Bunga bog'liq holatdan tashqari yana o'zingiz uchun eslatib o'tamiz, elektron yuk xatini rasmiylashtirishni unutmang. Juda ko'pchilik bu narsani qilmayapti. Siz javobgarlik baribir hech kimni tortmayapti deyapti, lekin bir javobgarlikka tortishni boshlab qolsa, menda nima ayb, o'zligisi yetishmadi bo'lib qoladi. Bu narsa juda ham ko'p hammani ogohlantirib kelyapti. Bu narsaga hushyor bo'linglar. Shuncha narsa naqdsiz ko'rinishga o'tib ketdi deyilyapti va yuqorida aytib o'tdim. Bu narsalardan maqsad bora-bora umumiy deklaratsiyaga o'tishga qarab yuritiladi. Ya'ni siz har bitta qilgan xarajatingiz rasmiy ravishda naqdsiz ko'rinishda amalga oshirilgandan keyin endi bu pulni qayerdan oldingiz? Soliq to'langan pul bo'lganligini ta'minlashingiz kerak bo'ladi va uning uchun sizga berilayotgan oldindan qo'yilayotgan signal ham bor. Ertadan deklaratsiya topshirasizlar o'rtoqlar degan norma ham alohida ta'kidlab o'tilyapti. Keyin alohida ko'rsatib o'tamiz, ya'ni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Hisob palatasi, Soliq qo'mitasi hamda Navoiy va Toshkent viloyatlari hokimliklarining 26-yil 1-martdan boshlab soliq organlari xodimlari hamda Navoiy va Chirchiq shaharlarida hisobga qo'yilgan jismoniy shaxslar tomonidan jami yillik daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etish amaliyotini tajriba sinov tariqasida joriy etish to'g'risidagi taklifga rozilik berilsin. O'rtoqlar, tabriklayman, umumiy deklaratsiyaga o'tish jarayoni boshlandi. Biza 99-2000-yillarda hali soliq kollejida o'qib yurgan paytimizda aytilardi. 2000-yildan boshlab umumiy deklaratsiyaga o'tilar ekan deyilar edi. Keyin akademiyaga kirganimizda 2002-yildan boshlab deyilardi. Salkam 25 yildan beri umumiy deklaratsiyaga o'tamiz deb da'vo qilib kelyapti. Va 25 yildan beri ana endi sekin-sekin o'tish boshlanyapti. Aholining orasida juda ham bir anaqa bor. O, falon milliardlab qurib qo'ygan dachasiga kim javob beradi? Anta falon narsa qurib olgan deydi. Endi hamma javob beradi o'rtoqlar. Sekin-sekin unga o'tilyapti. Ya'ni yuqorida aytib o'tilgan naqdsiz to'lovlarning hammasi bemalol amalga oshiramiz deydigan bo'lsa, endi hushyorlikka jalb qilamiz hammalarni. Har bir naqdsiz to'lovlar sekin-sekin Toshkent shahar, Toshkent viloyatlari va Navoiy hamda Chirchiq shaharlarida ekan, tajriba tariqasida umumiy deklaratsiyaga o'tiladi. 2026-yil 1-martdan boshlab, ya'ni 26-yili daromadlari endi 27-yil 1-aprelga qadar deklaratsiyalash kerak. Bu yog'i sekin-sekin bosqichma-bosqich umumiy deklaratsiyaga o'tiladi. Shuning uchun xufiyona iqtisodiyotda oldini olish uchun ham juda ko'p to'lovlar, hisob-kitoblar mexanizmi naqdsiz ko'rinishga o'tkazilyapti. Bu juda ham yaxshi tomoni. Ko'pchilik soliq to'lovchilarimiz, biznesmenlarimiz, men hamma soliq to'layman, lekin anu to'lamayapti-ku. To'lamayotgan menga nisbatan narxini arzon qilib bera olyapti. To'lamayotgan menga nisbatan raqobatbardoshroq bo'lyapti. Raqobatda men undan yengib o'ta olmayapman deyotgan holatlar bor edi. Endi o'sha to'lamayotganlar ham o'zini daromadini aks ettirishga majburga aylangandan keyin to'lashga ham majbur bo'lishadi, xudo xolisa. O'ylaymanki, iqtisodiyotda tadbirkorlarning orasida teng muhit yaratiladi. Endi bu holatda bitta narsa bor. Sinov tariqasida deyilgan joyda bizda O'zbekistonda hozirgi kunda deklaratsiyalashda, daromadlarni deklaratsiyalashda xarajatlar qismi faqat YTTda hisobga olinishi ko'zda tutilgan. Umumiy jismoniy shaxslarning barcha daromadlari bo'yicha daromadlarni deklaratsiyalashda xarajatlar inobatga olinmagan edi. Chunki hammada savol bo'ladi, faqat daromaddan soliq olurasan, men xarajatlarim ham bor degan narsa. Va bu yerda albatta bu narsa ko'zda tutilyapti. Shu qaror farmonning o'zida jismoniy shaxslarning xarajatlari vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar hamda soliq organlarining maxsus mobil ilovalari orqali ro'yxatdan o'tkazilgan xaridi bo'yicha fiskal belgili cheklar, elektron hisob varaq fakturalar asosida hisoblanadi. Endi davlat organlaridan olingan ma'lumotlar deganda notarius, pasportniy stol va hokazo, ya'ni soliq organiga majburiy tartibda ma'lumotlar beradigan davlat organlari bor. O'shalardan olingan ma'lumotlar asosida sizning xarajatlaringiz ko'rinadi va u yoqdan olinadi. Shuningdek, sizning cheklaringiz, fiskal cheklaringiz endi registratsiya qilib boradigan bo'lsangiz, cashback olamiz-ku. O'shani registratsiya qilib boradigan bo'lsangiz yoki aynan sizning o'zingizga
jismoniy shaxs sifatida kimdandir nimadir sotib olgan bo'lsangiz, счет faktura beriladigan bo'lsa, o'sha счет fakturalar orqali ham endi sizni xarajatlaringiz hisobi ham olib boriladi va o'ylaymanki, asta-sekin bu umumiy deklaratsiyaga o'tish jarayonida faqat daromadlar emas, xarajatlar ham hisobi olib turib, soliq solishda adolatlilik prinsipi o'rnatiladi deb o'ylaymiz. Har holda yaxshi niyat qilamiz. Maxsus elektron platforma orqali soddalashtirilgan tartibda deklaratsiya taqdim etish, umuman deklaratsiya endi soddalashtirilgan tartibga o'tkazilyapti, xudo xolasa, va soliq bazasini aniqlash tartiblari ham soddalashtiryapti. Umuman olganda bu deklaratsiyaga o'tish tartiblari ham albatta soddalashtiryapti. Что ertaga hamma deklaratsiya topshiriladigan bo'lsa, bu qiyin bir formada bo'lishi kerak emas. Hamma uchun bitta ochganda xuddi alifbeni o'qigandek topshiradigan bo'lishi kerak va u bo'yicha alohida tartib va rejimlar joriy etilishi yuklanyapti. Bu qaror, bu farmonning ijrosi bo'yicha undan keyingi punktlari hammasi mas'ul idoralarga shaxsan javobgarlik va nazorat qilishlari yuklatilgan holatlari bor. U bo'yicha endi alohida to'xtalib o'tishimiz shart emas. Umuman olganda bu farmon bo'yicha juda ham ko'p tadbirkorlarimizni men soliq to'layapman, boshqalar to'lamayapti-ku. O'sha narsa menga diskomfort bo'lyapti. Qo'sh tirnoqchidagi yashirin kargolar orqali olib kirayotganlar to'lamayapti baribir deydigan bo'lsak, endi naqdsiz to'lovlarni amalga oshirish majburiy bo'lgan sari ular ham soliqlarini to'lashga yoki o'zini daromadini rasmiy ko'rsatishga majbur bo'ladi. Rasmiy ko'rsatish uchun albatta soliq to'lanadi. Shuning uchun 100% oqqa o'taman deyotgan tadbirkorlar xotirjam bo'lib, tezroq oqqa o'tib olinglar. Chunki oqqa o'tmayotganlar baribir oqqa o'tishga majbur bo'ladi, soliq to'lashga majbur bo'ladi va qanchalik tez to'liq oqqa o'tib olsanglar, siz shunchalik sizdan keyingi oqqa o'tganlardan ko'ra biznesda ancha oldinroq ilgarilab ketgan bo'lasizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xudo xolsa bu farmonning ijrosidan albatta yaxshiliklar kutib qolamiz. Chunki juda ham ko'p bu yerda jamiyat uchun ham, davlat uchun ham ijobiy holatlari haqiqatan juda ham ko'p. Ko'p joyda biz tanqidiy yondashadigan bo'lsak, bu farmonni deyarli barcha punktiga ijobiy yondasha olamiz. Bir ikkita holatlar bo'yicha tipi konstatatsiya fakti deb o'tganimiz bilan ham umuman olganda soliq to'lovchini, tadbirkorni, jamiyati va davlat foydasiga har tomonlama ijobiy ta'sir qiladigan bir farmon sifatida qabul qildik. Xudo xolasa jamiyatga ham shunaqa ta'sir qiladi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'ling.